Assalomu alaykum qizlar. Bugun bitta eksperiment tayyorlashga qaror qildim. Kofelarimiz bo'yicha. Mana bu yodni olamiz. Suvimizga yod tomizdiramiz. Yodni tomizdiryapmiz. Bitta bokalimizda yod suvda, bittasida mana Home Life kofelari, Guarana kofesi damlaymiz. Kichkinaligiga e'tibor bermaysiz. 2 grammlik bo'lgani bilan judayam quyuq bo'ladi kofe. Guarana kofesidan foydalanyapman qizlar. Guarana kofe. Tekshirib ko'rmoqchiman. Birinchi marta qilyapman eksperimentni. Oddiy suv, bitta nimamizda oddiy suv. Roltondan foydalanyapman. Demak, roltonni yodga botirib ko'ramiz. Botirib ko'rganimizda ko'ryapsiz, qorayib ketyapti. Ichki organizmimiz ham xuddi shunday shlaklar bilan to'lib ketadi. Oddiy suvga botirib ko'ramiz. Qani suv bizda ichki organlarimizni tozalashi qanday bo'ladi? Aralashtirib ko'ryapmiz. Tozalanishi biz kutgan natija bo'lmayapti. Endi kofega botirib ko'ramiz. Vau, qizlar, o'sha bittada effekt ko'ryapsizlarmi? Qanaqangi tozalab beryapti. Guarana kofe ham ishlaydi. Qizlar bemalol olib ko'rishinglar mumkin. Buni qaranglar, qanaqa zo'r tozalab berdi kofemiz. Ishlaydigan mahsulot ichki organizmimizni ham xuddi shunday tozalab beradi qizlar. Bemalol olib ichishinglar mumkin.